Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiya to'lovlari nega ayrim odamlarda kamayib ko'rinmoqda? Qaysi holatlarda to'lovlar bloklanishi mumkin? Va pensiya jamg'armasi bayonotda aslida nimaga urg'u berilmoqda? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasining, buyisi yoki bobosining pensiyasi bilan shug'ullanadigan farzandlarga ham bevosita tegishli. Chunki bitta xato hujjat, bitta kechiktirilgan ma'lumot yoki bitta noto'g'ri rasmiylashtirilgan ariza sababli to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar xavotir olishi kerak. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi holatda pul qaytarib undiriladi? Qaysi holatda faqat tekshiruv bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlarni tayyorlash lozimligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Pensiyalar kamaydi degan gap hamma uchun bir xil ma'noni anglatmaydi. Ba'zi odamlar haqiqatdan ham oldingi oyga nisbatan kamroq summa olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham davlat pensiya miqdorini umumiy tartibda pasaytirdi degani emas. Ko'pincha bu 3 ta sababdan kelib chiqadi. Birinchisi, pensiya qayta hisob-kitob qilingan bo'ladi. Masalan, avval noto'g'ri ish staji qo'shilgan. Keyin arxivdan kelgan ma'lumot boshqacha chiqqan. Ikkinchisi, ortiqcha to'langan pullarni ushlab qolish boshlanadi. Ya'ni odam bir necha oy davomida aslida olishga haqli bo'lmagan summani olgan bo'lsa, keyin jamg'arma shu ortiqcha qismini bosqichma-bosqich qaytaradi. Uchinchisi, to'lov vaqtincha bloklanadi. Bu odatda shaxsni tasdiqlash, yashash holati, vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etishi, nogironlik hujjatlarining muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish yoki nikoh holati kabi masalalar bilan bog'liq bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar ko'proq qog'oz hujjatlarga, mahalla, arxiv, ish joyi ma'lumotlariga va pensionerning o'zi olib kelgan tasdiqlovchi hujjatlariga tayanardi. Agar ma'lumot eskirgan bo'lsa ham ba'zan to'lovlar davom etaverardi. Keyin esa tekshiruv paytida xatolik aniqlanardi. Hozir esa idoralararo elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Fadya, soliq, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, ta'lim muassasalari, bank va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Natijada oldi ko'rinmay qolgan xatolar endi tezroq aniqlanadi. Shuning uchun to'lov bloklandi degani har doim ham odam jinoyat qildi degani emas. Ba'zida tizimda nomuvofiqlik chiqqan bo'ladi. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin pensiya bazasida eski ma'lumot qolgan. Yoki bank kartasi egasi bilan pensiya oluvchi shaxsni tasdiqlashda farq bor. Ammo agar ataylab yolg'on ma'lumot berilgan, vafot etgan odamning pensiyasi olib yurilgan, soxta ish staji kiritilgan yoki nogironlik bo'yicha hujjat qalbakilashtirilgan bo'lsa, bu endi jiddiy qoidabuzarlik hisoblanadi. Men ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntiraman. Birinchi holat. Pensiya miqdori oldingi oyga nisbatan kamaygan. Masalan, pensioner opa har oy 20 million 670 ming so'm olib kelayotgan edi. 2026 yil yanvar oyida 20 million 220 ming so'm tushdi. Opa darrov pensiyalar kamayibdi deb o'ylaydi. Lekin tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, unga 2025 yil davomida 230 ming so'mdan ortiqcha to'lov hisoblangan. Sababi ish staji bo'yicha bitta davr 2 marta kiritilgan. Jamg'arma ortiqcha to'lovni birdaniga emas, oyma-oy ushlab qolishni boshlagan. Natijada qo'lga tegadigan summa vaqtincha kamayadi. Ikkinchi holat, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan qolgan pensiyani oladi. Qoidaga ko'ra, u kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlansa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Lekin talaba o'qishni sirtqiga o'tkazib yubordi yoki o'qishdan chetlatildi. Biroq pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Tizim ta'lim muassasasi bazasi bilan solishtirganda nomuvofiqlik chiqadi. To'lov bloklanadi yoki ortiqcha olingan oylar qayta hisoblanadi. Masalan, 6 oy davomida har oy 900 ming so'mdan olingan bo'lsa, jami 5 million 400 ming so'm ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Uchinchi holat. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi. Bu yerda eng muhim masala tibbiy xulosa muddati. Ba'zi guruhlar muddatsiz belgilanadi. Ba'zilari esa qayta ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha oyga 1 million 200 ming so'm olayotgan bo'lsa, uning tibbiy xulosasi 2026 yil mart oyida tugasa, u vaqtida qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar u keyinroq boraman deb 2-3 oy kechiksa,
to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin u qayta tasdiqlansa, ayrim holatlarda orqaga qayta to'lab berilishi mumkin. Ayrim holatlarda esa faqat qaror chiqqan kundan boshlab hisoblanadi. Bu holatning nozik tomoni shundaki, odam hujjatni vaqtida yangilamasa, tizim uni avtomatik xavfli holat deb ko'radi. 4-holat ishlayotgan pensionerlar. Hamma ishlayotgan pensionerning pensiyasi kamayadi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim turdagi to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar shaxsning daromadi bandiga boshqa to'lovlarni olayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro yoshga doir pensiya oladi va bir vaqtning o'zida rasmiy ishlaydi. Bunday holatda odatda yoshga doir pensiya to'lanishi davom etadi. Ammo agar u kam ta'minlanganlik asosida qo'shimcha yordam olayotgan bo'lsa, rasmiy daromad paydo bo'lgani uchun o'sha yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odam esa buni pensiyaning kamayishi deb qabul qiladi. Aslida kamaygan narsa pensiyaning o'zi emas, balki qo'shimcha ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. 5-holat vafot etgan shaxs nomiga to'lov olish. Bu eng jiddiy masalalardan biri. Masalan, otaxon vafot etdi, lekin uning bank kartasi oila a'zolarida qoldi. Ular baribir otamizning puli edi deb yana 2-3 oy pensiyani yechib oldi. Bu juda xavfli. Chunki vafot etgan kundan keyingi to'lovlar qonuniy asosga ega emas. Agar 4 oy davomida har oy 1.700.000 so'mdan yechilgan bo'lsa, 7.200.000 so'm ortiqcha olingan deb hisoblanadi. Bunday holatda nafaqat pulni qaytarish, balki ma'muriy yoki og'irroq javobgarlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Men buni juda ochiq aytaman. Vafot etgan yaqin insoningizning kartasidan pensiya yechmang. Bu mayda ish emas. Bu rasmiy tekshiruvga sabab bo'ladigan holat. 6-holat. Chet elga chiqib ketish yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmaslik. Ba'zi pensionerlar farzandlari oldiga chet elga ketadi, lekin hujjatlarda yashash, bank, ishonchnom masalalar tartibga solinmagan bo'ladi. Agar pensionerning o'zi tirik va pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa, bu alohida tartibda hal qilinadi. Lekin bank kartasini boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, shaxsni tasdiqlash so'ralganda javob berilmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun uzoq muddatga ketayotganlar oldindan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ishonchnoma, bank hisobvarag'i va aloqa ma'lumotlarini tartibga solishi kerak. Xavotir olishi kerak bo'lgan birinchi guruh hujjatlarda eski ma'lumot borlar. Masalan, pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, yashash manzili almashgan, bank kartasi yangilangan, lekin pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berilmagan. Bu odamlar darhol ma'lumotlarni tekshirtirish kerak. Ikkinchi guruh pensiya tayinlashda arxiv ma'lumotlari, ish staji, ish haqi ma'lumotnomalari bilan muammo bo'lishi mumkin bo'lganlar. Ayniqsa eski tashkilotlarda ishlagan, hozir u tashkilot tugatilgan, arxiv hujjatlari to'liq emas. Mehnat daftarchasida muhr yoki imzo noaniq bo'lganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki qayta tekshiruvda bitta davr tasdiqlanmasa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. 3-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talabalar. O'qish shakli, o'qishdan chetlatilish, akademik ta'til, nikoh, yosh chegarasi kabi omillar muhim. Masalan, talaba sentyabrda o'qishga kirdi, lekin dekabrda o'qishni tashladi. Agar bu haqda xabar bermasa, keyingi oylar ortiqcha to'lov bo'lib qolishi mumkin. 4-guruh nogironlik bo'yicha muddati bor xulosa asosida to'lov oluvchilar. Ular qayta ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'yish kerak. Hujjat muddati tugagandan keyin men bilmagan edim degan izoh ko'p hollarda muammoni to'liq hal qilmaydi. Xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Hujjatlari to'liq, shaxsiy ma'lumotlari yangilangan, pensiya turi qonuniy asosda tayinlangan, bank kartasi o'zida to'lovlarni o'zi olayotgan, hech qanday ortiqcha yoki 2 xil to'lov olmayotgan fuqarolar xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Men har pensionerga kamida yiliga bir marta o'z pensiya hujjatlarini, hisob kitobini va bank tushumlarini tekshirtirib turishni maslahat beraman. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Bloklash va bekor qilish bir xil narsa emas. To'lov bloklandi degani pul butunlay yo'q bo'ldi degani emas. Ko'pincha bu tekshiruv tugaguncha vaqtincha to'xtatishdir. Agar fuqaro hujjatlarini olib kelib, huquqini tasdiqlasa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin agar tekshiruvda haqiqatdan ham ortiqcha to'lov aniqlansa, unda ortiqcha qism ushlab qolinadi yoki qaytariladi. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov har doim ham fuqaroning aybi bilan bo'lmasligi mumkin. Ba'zan idoralararo ma'lumot almashinuvda kechikish bo'ladi. Ba'zan xodim xatoga yo'l qo'yadi. Ba'zan eski arxiv hujjati
noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Ammo amaliyotda ortiqcha to'langan mablag' masalasi baribir hal qilinadi. Shuning uchun fuqaro bu mening aybim emas desa ham hujjat bilan isbotlashi, e'tirozini yozma berishi, kerak bo'lsa qayta hisob kitobni talab qilishi lozim. Uchinchi nozik jihat og'zaki gapga ishonib qolmang. Masalan, kimdir sizga o'g'ishni tashlasang ham pensiya kelaveradi, hech kim bilmaydi desa, bu juda xavfli maslahat. Yoki otangiz vafot etgan bo'lsa ham kartadagi pulni yechib oling. Baribir davlat bilmaydi desa, bu ham noto'g'ri va xavfli. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Bugun bilinmasa ham 3 oy, 6 oy yoki 1 yildan keyin aniqlanishi mumkin. O'sha paytda yig'ilgan summa kattalashib ketadi. 4-chi nozik jihat bank kartasini boshqa odamga berish. Keksalar ko'pincha kartani farzandiga, keliniga, nevarasiga berib qo'yadi. Agar hammasi oila ichida halol bo'lsa ham, rasmiy jihatdan ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa, pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, bankka bora olmasa ishonchnoma rasmiylashtirish kerak. Aks holda nizoli vaziyatda kim pulni yechgan? Pensioner rozimi yoki yo'qmi degan savollar paydo bo'ladi. 5-chi nozik jihat. Pensiya miqdorini noto'g'ri solishtirish. Ayrim odamlar o'tgan oy 2 million tushgandi, bu oy 1 million 500 ming tushdi deydi. Lekin o'tgan oy ichida bir martalik qo'shimcha to'lov, indeksatsiya, farqi bayram puli, qarzdorlik bo'yicha kompensatsiya yoki oldingi oydan qolgan summa bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir tushumni alohida ko'rish kerak. Asosiy pensiya qancha? Qo'shimcha ustama qancha? Ushlab qolish bormi? Bir martalik to'lov bormi? Bank SMS'iga qarab xulosa chiqarish yetarli emas. 6-chi nozik jihat. Pensiya va nafaqa tushunchalarini aralashtirmang. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya to'lovlari bularning huquqiy asosi har xil. Bittasida daromad hisobga olinadi, boshqasida ish staji muhim. Yana boshqasida tibbiy xulosa yoki o'qish shakli ahamiyatli. Shuning uchun qo'shnimga to'lab berishdi. Menga nega to'xtatishdi degan solishtirish doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Agar sizning pensiyangiz kamaygan bo'lsa yoki to'lov kelmay qolgan bo'lsa, birinchi qadam vahimaga tushmang va darhol sababni aniqlang. Bankdan oxirgi 6 oylik hisobvaraq ko'chirmasini oling. Mobil ilova bo'lsa, tushumlar tarixini chiqarib ko'ring. Qaysi oy qancha tushgan, qaysi oyda kamaygan, izoh qismida nima yozilgan, hammasini qayd qiling. Ikkinchi qadam tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumotlari, oxirgi tushumlar ko'chirmasi, agar nogironlik bo'yicha bo'lsa tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ish staji bo'yicha bo'lsa mehnat daftarchasi yoki arxiv hujjatlarini olib boring. 3-chi qadam og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Men har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Murojaatda shunday mazmunda yozing: menga tayinlangan pensiya to'lovi 2026 yil falon oyidan boshlab kamaygan, pensiya miqdori qaytadan boshlab kamaygan yoki to'xtatilgan. Hisob-kitob asoslarini ushlab qolish sababi bo'lsa, uning summasi va muddatini, to'lov bloklangan bo'lsa, bloklash asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shu tarzda yozsangiz, siz aniq javob talab qilgan bo'lasiz. 4-chi qadam. Agar ortiqcha to'lov deyilsa, darhol umumiy summani va davrini aniqlang. Masalan, siz 8 oy davomida har oy 220 ming so'mdan ortiqcha olgansiz, deyish jami 2 million so'm bo'ladi. Lekin siz bu hisobga rozi bo'lmasangiz, qaysi hujjat asosida shunday chiqarilganini so'rang. Ish staji olib tashlanganmi? Ustama bekor qilinganmi? Noto'g'ri toifa qo'llanganmi? Buni bilmasdan turib imzo qo'ymang. 5-chi qadam. Hujjatlaringizni tartiblang. Mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlar o'qilishi kerak. Ishga kirgan va chiqqan sanalar aniq bo'lishi kerak. Muhrlar noaniq bo'lsa, arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot oling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tegishli idoralar orqali hujjat izlash mumkin. Agar o'qish bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, ta'lim muassasasidan kunduzgi o'qiyotganingiz haqida yangi ma'lumotnoma oling. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. 6-chi qadam, agar pensionerning o'z yuri olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notarial ishonchnoma yoki qonunda belgilangan boshqa tartibdagi vakillik hujjati bo'lsa, farzandlari rasmiy ravishda murojaat qilishi, hujjat topshirishi, bank masalalarini hal qilishi osonlashadi. Shunchaki kartani olib yurish esa xavfli
Ayniqsa tekshiruv yoki oilaviy nizo paydo bo'lsa. 7-qadam vafot holatida to'g'ri ish tuting. Yaqiningiz vafot etsa tegishli idoralarda o'lim qayd etiladi. Shundan keyin uning pensiya kartasidan pul yechmang. Agar dafn puli yoki meros masalasi bo'lsa, uni alohida qonuniy tartibda rasmiylashtiring. Kartaga tushibdi, demak olish mumkin degan fikr noto'g'ri. Kartaga tushgan pulning ham huquqiy asosi bo'lishi kerak. 8-qadam hamma hujjatning nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz kirim raqamini oling. Ma'lumotnoma bersangiz nusxasini saqlang. Javob xati kelsa uni yo'qotmang. Bank ko'chirmasini alohida papkaga joylang. Chunki pensiya nizolarida men aytgandim emas, mana hujjat degan dalil ishlaydi. Agar pensiya jamg'armasi bo'limidan olgan javobingiz sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi hududiy boshqarmaga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda avvalgi javob nusxasini ilova qiling va nima bilan rozi emasligingizni aniq yozing. Masalan, falon yillardagi ish tajim asossiz chiqarib tashlangan. Ortiqcha to'lov davri noto'g'ri hisoblangan. Men taqdim etgan ma'lumotnoma inobatga olinmagan deb ko'rsating. Agar masala baribir hal bo'lmasa, qonunchilikda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Lekin sudga borishdan oldin barcha hujjatlarni to'liq yig'ish kerak. Pensiya tayinlash qarori, qayta hisob-kitob varaqasi, ushlab qolish haqidagi xat, arxiv hujjatlari, bank ko'chirmalari, tibbiy yoki ta'lim ma'lumotnomalari. Hujjatsiz bo'rilgan nizoda yutish qiyin bo'ladi. Men yana bir muhim narsani aytaman. İjtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ko'r-ko'rona ishonmang. Hamma pensionerlardan pul ushlab qolinadi. 2026 yilda hammaning pensiyasi kamayadi. Bank kartalari yopiladi kabi umumiy vahmili gaplar ko'pincha noto'g'ri yoki bo'rttirilgan bo'ladi. Siz o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy manbadan, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki ishonchli huquqiy maslahatdan ma'lumot oling. Chunki pensiya masalasida eng muhim narsa umumiy mish-mish emas. Aynan sizning hujjatingiz va sizning hisob-kitobingizdir. Xulosa qilib aytsam, 2026 yilda pensiya kamaydi degan holat ko'pincha umumiy pasayish emas. Balki qayta hisob-kitob, ortiqcha to'lovni ushlab qolish, hujjat muddati tugashi, ma'lumotlar mos kelmasligi yoki qoidabuzarlik aniqlanishi bilan bog'liq bo'ladi. To'lov bloklansa, bu darhol vahima qilish kerak degani emas. Lekin befarq qolish ham mumkin emas. Sababini yozma ravishda aniqlang. Hujjatlaringizni tekshiring, kerakli ma'lumotnomalarni tayyorlang va hamma ishni rasmiy yo'l bilan qiling. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kamaygan, kechikkan yoki bloklangan holat bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi viloyat, qaysi pensiya turi va qanday muammo bo'ldi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video ko'pincha katta muammoning oldini oladi.